Kecha Telegramdan bitta aka yozyapti-da. 3 ta o'g'il, bitta qizim bor deydi. Katta farzandim qiz, qolgan 3 tasi o'g'il deydi. Shu qizim dunyoga kelganda, qizim tug'ilganda men juda ham qattiq xafa bo'lganman. Hammadan xafa bo'lganman. Umuman hech kim bilan gaplashmay qo'yganman. Hammani yomon ko'rib qo'yganman deydi. Qizim tug'ildi. Men noshta ishdaman deydi. Kechasi ishdaman, onam telefon qilyapti deydi. O'g'lim, tabriklayman. Qizli bo'lding, umri bilan bergan bo'lsin deb deydi. Onam tabriklab telefon qilyapti deydi. Onamga bildirmadim, xafa bo'ldim, telefonni o'chirdim deydi. Shu ayolimni ham bansiyaga ko'rgani bormadim, izdan bormadim. Ayolimni o'zi chiqdi bansiyadan, hech bir eslamadim deydi. Oradan vaqtlar o'tdi, qizim o'rmalaydigan, yuradigan, gapiradigan bo'ldi deydi. Hech bir qizimni erkalamasdim, ko'tarmasdim, suymasdim, quchoqlamasdim deydi. Chunki men o'g'illi bo'lishni xohlardim. Erta o'g'lim bo'lsa meni boqadi deb o'ylardim deydi. Alloh deydi, Allohga bir yaxshiligimiz bor ekanmi? Alloh bizga deydi, alhamdulillah 3 ta o'g'il berdi qizimdan keyin deydi. 3 ta o'g'lim ham katta bo'ldi. Ana o'g'illarimni o'ynataman, kuldiraman, quchoqlayman, erkalataman, nima desa aytganini qilaman, nima desa olib beraman. Qizimga e'tibor bermayman deydi. Vaqtlar o'tdi, kunlar o'tdi, oylar o'tdi, yillar o'tdi. Alloh meni bir dard bilan sinadi. Betob bo'lib qoldim. Na tura olaman, na yura olaman, na ovqat yeya olaman. Hech narsa qila olmayman, to'shakka mixlanib qoldim deydi. 3 ta o'g'limga dunyoni suv bossa to'pig'iga chiqmaydi. Dada, ahvoling nima deb hol so'ramaydi. Keladi, futbol o'ynaydi, bir-biri bilan urushadi, shovqin qiladi, o'yin kulgi qiladi, lekin dada, ahvolingiz nima? Nimaga yotibsiz demaydi. Men erkalamagan, suymagan, biron marta quchoqlab erkalamagan qizim maktabdan keladi, yuzlarimni artib qo'yadi, qo'l oyoqlarimni artib qo'yadi, oyoqlarimni uqalab qo'yadi. Tinmay ko'zdan yosh oqib yig'laydi. Yig'laydi. Dard ancha yengib qo'ygan, to'shakka mixlanib qolganman. Bir kun uxlab yotsam, ko'z yoshlarning ovozidan uyg'ondim. O'rmalab narxonaga qiynalib o'rmalab narxonaga chiqsam, qizim joynamoz ustida yig'lab o'tiribdi. Ey Allohim, meni dadam jonini olmay tur. Ey Allohim, dadam menga Qur'onni o'rgatmaguncha, 30 pora Qur'onni yodlamagunimcha dadam jonini olmay tur deb yig'layapti deydi. Ko'zlarimdan yosh oqdi. Qizim kuzatib turibman. Bugun maktabda ustozim aytdi, 30 pora Qur'onni yodlagan qoriya qizlar qiyomat kunida ota-onasiga toj kiydirar ekan. Hamma qizlar ota-onasiga toj kiydirayotganda, men ota-onamga toj kiydira olmasam, ota-onam tojsiz tursa, men qanday farzand bo'laman deb qizim shunchalar yig'layapti deydi. Allohga zor, qaqshab yig'layapti deydi. Ko'zimdan yosh otilyapti, o'zim to'xtata olmayman.